أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Aziz sağlıktaşlar, biz aldığımız dersimizde kitabımızın ikinci kısmı El-Ahkam Eşşer'iyye hakkında toxtulup El-Ahkam Eşşer'iyye'nin ki mezmununu çoğun cihetten 4 kısmı bilgendik. Bunun birisi El-Hakim, ikincisi El-Hukm, üçüncüsü El-Mahkum fi, dördüncüsü El-Mahkum aleyh. Bunun içindeki El-Hakim degan mazmunni aldığımız saatte xulaslagandik. Andikin El-Hukm, El-Hukmdan hukmning ta'rifati haqida qisqacha to'xtalgan. Biz oldingi darsda hukmning ta'rifatida hukm degan shoritninki, mukallaflarninki ish faoliyatiga nisbatan ya bir ishni talab qilib yoki ixtiyor qo'yib yoki shu ishlardan ma'lum ishni ma'lum ishga sabab shart yoki mani qilib belgilab munosabatli bo'lgan xitob, shoritning xitobi deb to'xtalgandik. Buning ichidan shu vaqtning o'zida mundaq bir ishorat chiqqandi. Ya'ni hukm xarakter jihatda ikkiga bo'linadi. Masalan, hukmning ta'rifatidagi talaban aw takhyiran degani bir xarakter. Ya'ni bir xil ishni talab qilish yoki taklifat deymiz hamdaligi, yuklash xarakteri. Vaz'an degani belgilama xarakteri. Shu nuqtadan biz oldingi darsda hukmni cho'ng jihatdan nechaga bo'lib olgan, ikkiga bo'lib olgan. Hukm taklifi va hukmul wad'i deb. Hukm taklifi va hukmul wad'i. Shu darsimizda ancha-muncha ishoratlar bilan hukm taklifini 5, hukmul wad'ini 5 deb shuningmi ham biz ancha-muncha ishorat bergan. Va akaga misollarimizda shu hukm taklifining 5 ga bo'linganligi, hukmul wad'ining 5 ga bo'linganligini yaqilgan asosda misol keltirgandik. Endi bugungi darsimizda şu hükümninki iki kısmınınki hükmü teklifi bu birinci kısım, hükmül vad'i bu ikinci kısım, şunun birinci kısmı hükmü teklifininki kısımları hakkında toxtalımız. Biz elbette hükmü teklifi deganni iki noktadan çıkaralayımız hükümün ta'rifatidagi. Birisi talaben degan qayddan, yani birisi tahyiran degan qayddan. Oldingi soatimi chiqarib o'tgandik. Talaben bo'lgani, bir ishni talab qilish degan gap. Talab qilish ikki xil bo'ladi. Birisi ya qilishni talab qilish yoki shu ishni tashlashni talab qilish. Ya qilishni talab qilish, ya tashlashni talab qilish bo'ladi. Qilishni talab qilish ya keskin jaziman bo'ladi yoki g'ayri jazim bo'ladi. G'ayri jazim. Andikin tashlashni talab qilishmi ya jazim bo'ladi ya g'ayri jazim bo'ladi. Unda olganda boshdan kelsak, ma'lum bir ishni keskin talab qilgan hukm nima bo'ladi? Ijob. Ma'lum bir ishni keskin bo'lmagan shaklda talab qilgan hukm nad bo'ladi. Ma'lum bir ishni keskin tariqada tashlashni talab qilgan hukm tahrim bo'ladi. Ma'lum bir ishni keskin bo'lmagan tariqada tashlashni talab qilgan ish kiraha bo'ladi. Ma'u oldingi soatdagi hukmning ta'rifatidagi talaban degan qayddan chiqarilgan taqsimotlardir. Andikin tahyiran nima biz hukm taklifini qatoriga tiqqan emasmi? Qilish qilmaslikni bandaning o'ziga ixtiyor qo'yish. Buningdan nima chiqadi? Iboha chiqadi. Endi biz halaqa hukmning taqsimotlarini asosan usulillarninki qarashi bo'yicha taqsimlaymiz. Fuqaholarning emas. Fuqaholarning cho'g'a vaqtida hukmni ijob, nad, tahrim deb bilmasdan vojib, mandub, muharram degan manda shaklda bilishimiz kerak endi. Ammo bizning bu taqsimotimizda bir xil chiqarilgan hukmning ta'siri, undan keyin hukm bilan qilinadigan ish hammasininki bir xil nomi bor. Masalan, shu hukmning o'zini ijob desak, bu hükümden çıkılan tesir, yani şu hükümden bizim talep kıldığan hükmü vücub buludu. Yani tesiri. Muşu vücubның tesiri de muşunuğa münasebetlik olan. Bizni kılsın da talep kılan işinin özü vacib buludu. Mesela aqimu ya eyyuhellezine amenu iza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum desa, faghsilu wujuhakum degani icab. Bizga taharat elishni vacib kılıvatıdı.
Buning ta'siri vujubga tahorat elish vujub bunda, vujublik. Vojiblik degan bir xil ta'sir chiqdi shu yerdan bizga, ya'ni tahorat elishning vojibligi degan. Andaga shu tahorat elishning o'zi nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Yoki oldingi soatda keltirgan misollarni misolga kelsak, Awfu bil uqud degan xitobning o'zi ijob bo'ladi usullarning bo'yicha. Buningdan biz oladigan ma'no va'daga vafo qilishning vojibligi vujub bo'ladi. Bu ta'sir deb ataymiz buni. Undan keyin shu ishning o'zi bizdan talab qilingan ishning o'zi vojib bo'ladi. Mushu bo'yicha nad buning ta'siri, ya'ni nad buning talab qilingan ishning o'zi mandub bo'ladi. Masalan, bir ishni mandub. Ishni qilish mandub. Va'daga vafo qilish degan ishning o'zi nima? Vojib. Tahrimdan nasning o'zi tahrim bo'ladi. Hukmning o'zi tahrim bo'ladi. Buningdan chiqadigan ta'sir hurmat bo'ladi. Undan keyin buningdan bizni to'sashni yoki qilmaslikni talab qilgan ishning o'zi muharram bo'ladi. Kiraha shu. Kiraha, ta'siri kiraha al-matlub fi'luhu nima? Makruh. Ibaha shuki, hukm ibaha, buning ta'siri ham ibaha. Buningdan bizga qilsang qilmasang ixtiyor deb mubah qilingan ishning o'zining ismi nima? Mubah bo'ladi. Mushu bo'yicha tarmoqlarga ayiramiz. Ya'ni biz hukm taklifininki, ya'ni hukmning ta'rifatidagi hukm taklifi chiqarilgan talaban degan qayddan talabdan ikkini chiqaramiz. Birisi ishni qilishni talab qilish, ya'ni birisi ishni tashlashni talab qilish. Va har birisi jazim, g'ayri jazim deb ikkiga bo'linadi. El-fi'l mu jazim g'ayri jazim. Tarkul fi'li mu ham jazim g'ayri jazim. Mujlundan ijob, nabi tahrim kiraha chiqadi, taxyirdan nima chiqadi? Ibaha chiqadi. Ana nisha kelgan vaqtida mal jumhurlarning ko'z qarashi bo'yicha hukm taklifininki 5 taqsimot hisoblanadi. Ammo Hanafi ulamolarining nazarida hukm taklifininki taqsimoti 7. Buning ichidagi farq ijobda. Albatta nima jumhurlarmi, Hanafilarmi o'xshash bu jihatda, ya'ni dalili qat'iy bo'lgan ijob hukm bilan dalili zanni bo'lgan ijob hukmga muomala qilishda albatta ikkisi farqli muomala qiladi, bu aniq. Ammo atalg'u masalasida jumhurlar mayli bir ijobning dalili qat'iy bo'lsin, zanni bo'lsin, buning ismi nima? Ijob. Ammo Hanafilar dalili qat'iy bo'lganning ismi fard, dalili zanni bo'lganning ismi nima? Ijob. Mushahatda bir san avuydu mayada Hanafiylarnikida. Ondan keyin tahrim babida dalili qat'iy bo'lib qolsa tahrim Hanafiylarnikida, dalil zanni bo'lib qolsa nima bo'ladi? Kiraha makruh tahrimi bo'ladi. Makruh nima? Tahrimi. Ondan keyin makrahani Hanafilar makruh tanzihi deb ataydi. O'g'anda mishadagi tahrimni ikkiga bo'ladi. Ya'ni dalili qat'iy bo'lib qolsa tahrim, ya'ni muharram. Dalili qat'iy bo'lib qolsa, dalil zanni bo'lib qolsa makruh tahrimi, ya'ni kiraha bit-tahrim mana shakl. Ondan keyin mayada biz tilg'alayotgan kirahani Hanafiliklar makruh nima? Tanzihi deb mana shaklda atab, mayadan bir dona makruh tahrimi avuydi. İcabdan bir dana farzli atalgı avuydu. Hanefinin nazarida 7. Doğan Hanefinin nazarida farz, vacib, bizning qilinish talab qilinayotgan ish farz, vacib, undan keyin muharram, makruh tahrimi, makruh nima? Tanzihi, undan keyin nima? Mubah deb 7 ga bo'ladi Hanafilar. Ammo jumhurlar bayat biz tushungandak 5 ga bo'ladi. Ma yuqoridagi biz ko'z tutganimiz jumhurlarning taqsimoti sal turib kitobning o'zimi Hanafilarning taqsimotini bizga ko'z tutib qo'ydi. Shu bo'yicha bo'ladi birodarlar. Unda bo'lsa avtorininki men tushungan bo'lsam hisobda hukm taklifining taqsimotini 5 ga bo'lib oldik emasmi? 5 ga bo'lish shu hukmning ta'rifatidagi talaban yoki tahqiran degan ikki qaytdan chiqdi-ku. Mushuni bilib olgan bo'lsanglar biz avtorininki tushundirilishiga qarab boqaylik. Yanqasimul hukmu taklifi ila 5 aqsam. Hukm taklifi 5 qismga bo'linadi. İcab, al-ijab, van-nad, at-tahrim, al-kiraha, al-ibaha. Buni 5 ga bo'lishning sababi bayatdan tushuntirib bo'ldim, shundan so'ng avtoriga diqqat qilinglar. Va zalika, shu 5 ga bo'lishning sababi chunki bu hukm bir ishni qilishni talab qilsa, talab ikki xil bo'ladi emas, qilish qilmaslik. Agar uning taqazzosi shu ish talabga nisbatan,
ala vajhi tahtim vel ilzam bo'lsa yoki jazm bo'lsa, keskin bo'lsa. Tahtim ilzam degani majburiyat bunda. Üstüge atış degan ma'noda. Majburiyat bunda nuqtasi keskin bo'lsa, mana bu ijob bo'ladi, buning ta'siri vujub bo'ladi, bizning talab qilingan ishning o'zini bo'ladi, vojib bo'ladi. Ma'vo. Agar shu hukmning shu ishni qilib bo'lgan taqozosi bir ishni qilishni talab qilibdi, lekin ala vajhi tahtim vel ilzam emas, keskin emas. Keskin qilmaydi, qil deydi, keskin emas. Buni olib qolsa, buni biz nadb deymiz. Buningdan chiqadigan ta'sir nadb bo'ladi va qilish talab qilingan ishning o'zining ismi nima bo'ladi? Mandub bo'ladi. Uchinchisi, agar shu hukm bir ishdan yig'ilishni talab qilibdi, ya'ni ma'lum ishni tashlashni talab qilgan bo'lsa, buning talabi iqtidouhu ala vajhi tahtim vel ilzam bo'lsa, bu ishning ismi tahrim bo'ladi, ta'siri hurmat bo'ladi. O ishni qilishdan yig'ilishni talab qilgan ishning o'zi muharram bo'ladi. Bu uchinchisi. Agar mushi yig'ilishni talab qilgan hukmning shu ishga nisbatan taqozosi keskin ilzom yo'ldan emas, ya'ni g'ayri jozim bo'lib qolsa, bu kiroha bo'ladi. Buning ta'siri kiroha va shuni qilishdan yig'ilishni talab qilingan ishning o'zi nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Xo'sh, eng oxirgi taxyirdan agar shu hukm mukallafni bir ishni qilish bilan tashlashning o'tirida ixtiyor qilishni taqozo qilib qilsangmi bo'ladi, tashlasang bo'ladi degan bo'lsa, bu ishni biz mubah, ibaha deymiz. Buning ta'siri ibaha va taqilish va tashlashning o'tirida ixtiyor qo'yilgan halaqa ish huval mubah. Bu mubah. Abturumuzdan tushundirdik. Biz bayatdan tushundirganimiz shu. Unda olganda hukm taklifi bayatdanqi talaban va taxyiran degan ikki qayd tufaylidan nechaga bilan hisobda 5 bilan. Unda olganda bu yerda qil degan ish 2, qilma degan ish 2, qilma degan ish 2, an ixtiyor qo'yilgani bir yo'l. Unda olganda hukm taklifining umumiy qismini nechaga bo'ladi? 5 ga. Ya'ni fal matlub fi'luhu bizdan qilish talab qilingan ish 2, vojib va mandub. Ana fi'lnikida farz ortiq. Yig'ilishni talab qilingan ish 2, makruh va nima muharram. Ana fi'lnikida muharram, makruh tahrimi, makruh tanzihi deb necha 3. Ondan keyin qilish bilan tashlashning o'tirida ixtiyor qo'yilgan ish 5-qism bo'lib, bu nima? Mubah bo'ladi. Shuning bilan jumhurning nazarida 5, Hanafiyning nazarida 7, amaliyotda ma'lum darajada ikki taqsimotning sonining o'xshamasligi ba'zi ahkomlarga nisbatan ta'sir ko'rsatsa-mu, ammo muomala jihatda mayli Hanafilar bo'lib qolsin yoki jumhurlar bo'lib qolsin, aniqki hargizmi dalili qat'iy bo'lgan hukm bilan mayli uni jumhurlar zanniy qat'iy olish kelisini vojib bo'lsin masalan. Yoki Hanafilar birini farz birini vojib bo'lsin, muomala jihat o'xshamaydiganligi bu hammalarga aniq. Dalili qat'iy bo'lgan bir vojib bilan dalili zanniy bo'lgan vojib qiladigan muomala o'xshamaydi. Dalili qat'iy qiladigan qat'iy bo'lgan harom bilan dalili zanniy bo'lgan haromning muomalasi o'xshamaydi. Ammo faqat atalg'u jihatda jumhurlar atalg'uni 5 ga apiradi, taqsimotning ismini Hanafilar nechaga apiradi? 7 ga apiradi. Nosi biz birdan kelamiz, ya'ni al-vojib. Biz yuqoridagi hukm taklifini qilgan taqsimotimiz bilan vojibning nima ekanligini bilib oldik qachon. Masalan, osh yuqoridagi kitobning o'ziga qarasaqmi, bir hukm bir ishni qilishni talab qilibdi. Shuning talabi nima bo'lsa, keskin bo'lsa, keskin degani nereden chiqsa bo'ladi bu keskinlik? Ya sig'ining o'zida keskinlikni ifodalaydigan iborada bo'lsin bo'ladi, yoki sirtqi dalillar bilan buning keskinligi ifodalansin bo'ladi. Ishqilab oyatda, hadisda shar'iy dalillarda kelgan hukm bizdan bir ishni keskin qil degan shaklda talab qilgan bo'lsa, buni ismining bo'ladi, vojib bo'ladi. Shu ishning o'zi vojib bo'ladi. Biz bayatning hisobda hukm taklifini qilgan taqsimotlarimizni chiqarib bo'ldik hisobda vojibning nimasini, o'zining nima ekanligini chiqarib bo'ldik. Shundan so'ng avtorninki kelgan ta'rifotini bir ko'rib boqaylik. Vojibning ta'rifotiga kelsak, al-vojibu shar'an. Shar'an vojib deganimiz nima desa, shari shuni mukallafdan qilishni talab qilgan bir ish. Ishning o'zi vojib bo'ladi. Bayatnaligi qilishni talab qilingan ishni vojib deb o'qimasmi? Qanda talab qilgan desa, talaban hatman keskin talab qilgan. Qanda keskinlik nereden chiqdi desa, bi aniq tanana talabuhu bima yadullu ala tahtim fi'lihi. Ya'ni uni qilishning keskinligini ifodalaydigan mazmunlar bilan shuni kelgan talab juplashgan. Ya'ni talabda shuni ifodalaydigan bir nima bo'lsa, dalil bo'lib qolsa. Shundaqla talab sig'isining o'zi keskinligiga dalolat qilsa-mi bo'ladi? Bu bir shakli yoki uni qilishning keskinligiga
Tashlashga qarta jazoni agashtirib akilish. Buni tashlasang dozaq kirsa, qo'lni kesilsa degandek bunda bir ishlar bilan yoki masalan jazo bilan yoki shar'iy boshqa qarinlar bilan qanday shaklda o'qitirilsa, ishqi bizdan talab qilinayotgan mushu ishninki, mushu masalan deylik, aqimus salat desak, aqimus salat desak, bizdan namoz o'qishni talab qilindi. Bu talab qilinish keskinmi, keskin emasmi? Keskin bo'lib qolsa namoz o'qish vojib bo'ladi. Keskin bo'lmay qolsa namoz o'qish mandub bo'ladi. Biz keskinlikni nereden izleyimiz ise bütün ayet hadislerden izleyimiz. Ayet hadislerden izlesek bir ayette mındak bir ayet var. Dozaqning ashabları hesabda dozaqning qarg'uvchili malaikalar dozaq kirganlarni so'raydida ma salakakum fi saqar. Sizlar dozaqqa nima uchun kirib qoldinglar desa, qalu lam naku minal musallin. Biz namoz o'qimaganlik tufaylidan dozaq kirib qoldik. Amaliyotda namozningki keskinligi haqida dalillar, hadis, oyatlar dalillar intayin to'shaq. Men sizlarga bir misol kelib berdim bas. Ya'ni namoz o'qimaganlarning jazosi dozaq degan mush oyatning o'zidan namoz o'qish bizdan keskin talab qilingan ish ekan. Majburiyat nuqtasini talab qilingan ish ekan. Namoz o'qish bizning keskin vojib ekan degan bir uqumni mishin oldik masalan. Demek her qanday bir ish bizdan qilish talab qilindi, yo siyg'ining o'zidan yoki atrofdagi boshqa dalillardan shu ishni qilish keskin zarur vojib degan uquldi, mana bu ish nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Masalan, avtor keltirgan misolda siyam ro'zasini o'zi bir vojib. Chunki mushu ro'za shu orqali talab qilingan as-siyg'a buni keskinligini ifodalab beradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo deydi: "Kutiba alaykumus siyam." Kutiba degan lafzning o'zi farz qilindi, majburiyat qilib yezib etilindi degan ma'noda-ku asli. Ma'no uqtidilam, bu keskinlik. Yana birisi ayollarga to'yloqlarni birish vojib deb qaror chiqarib hukm chiqaramiz masalan. Chunki mushu hukm kelgan oyatning o'zida famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna akhirida faridatan degani Allohdan belgilab etilgan farz degani ifodalaydi masalan. Uni boshqa namoz o'qish, zakat berish, baytlarni haj qilish, ota-onaga yaxshilik qilish va undan boshqa amr uning ulug'larga qarta mutlaq amr siyg'isi mutlaq ekan. Uni qilishning keskinligiga mukallafningki Aşın tashlash sababidan jazoga loyiqlik bo'lishdan iborat nurg'un nasada kelgan mazmunlar dalolat qiladigan Mavloning hammasi shu vojibning misollari. Bayatdan daxil namozning misolini aytdim. Namozning misolini bayatdan aytdim. Demak, xulosalasak, famata talaba ash-shari' al-fi'la. Qachoniki shari bir ishga bir talab qildi bizni bir ishni qilishni va qarini dalildan birisi shu ishning talabi keskinlik yo'li bilan ekanligi dalolat qilib bo'lsa, mush ishning o'zi bizga nisbatan bo'ladi, vojib bo'ladi. Mayli qarina shu talab siyg'asining o'zi olsin, yoki sirtqish olsin. Shunga bu muhim masala emas. Ish qilib bizga shu mushuni qil deb kelgan talab siyg'asining o'zi ifodalasami bo'ladi. Sirtqi boshqa dalillardan uqsaqmi bo'ladi. Mush ishni qilish keskin zarur vojib ekanligi ifodalansa, mush ishni qilish bizga nisbatan bo'ladi, ijob vojib bo'ladi. Yani vücub buludu, işning o'zi nima deb ataladi? Vojib deb ataladi. Bu intayin oddiy saboqdoshlar. Bugungi vojib degan bahsida asosli bizning ko'ngil bo'lganimiz vojibning nimasi? Taqsimotlari. Vojibning taqsimotlari. Vojibning hisobda 4 taqsimoti bor. Do'stlarimiz bu chiqarildi bu 4 taqsimoti, ya'ni ma'lum nuqtalardan, masalan, ado qilish vaqt nuqtasidan bir bo'limiz vojibni, bir qismlar bor, aqsamlar bor. Uni ado qilishga bo'lgan talab nuqtalaridan yana bir bölümümüz masalan, yana bir bölümümüz bir qismlari bor. Biz talab qilingan miqdor nuqtasidan yana bir qismlari bor. Uni muayyanlashtirish yoki ixtiyor qilish nuqtasidan vojibni ijro qilishda yana bir taqdir hisobda 4 taqsimotga bo'lib, har taqsimotda ma'lum darajada uning nimalari bor, qismlari bor. Shuni anglab o'tamiz. Hammasi bizga nisbatan tushunishlik masalalar inshaalloh. Abtur davatida vojib xilma-xil e'tiborlar bilan 4 taqsimotga bo'linadi. Birinchi taqsimotda vojib ado qilish vaqti tarafidan yo vaqtliq bo'ladi, muaqqat degan vaqtliq bo'ladi yoki vaqtdan mutlaq bo'ladi degan vaqtdan xoli bo'ladi. Ya muaqqat yoki vaqtdan nima xoli.
Endi vacibi muvaqqat deganimiz, vaqtliq deganimiz shari shuni qilishni muayyan bir vaqtda keskin talab qildi. Demak, buning o'zimi vojib, vaqti vojib bo'lib ketgan vojib bo'lsa, bu muvaqqat. Masalan, namoz, 5 namozga o'xshash, 5 namozning har birisining o'zimi vojib va belgilangan vaqti vojibki, bu yerda gadimizga yuklangan ikki xil vojib. Birisi vaqt, birisi o'zi. Mana biz vojibi muvaqqat, ya'ni o'zimi vojib ham vaqti belgilangan vojibki, vaqti ham vojib. Yani her o 5 namazdan her namaz aza qilish uchun shari muayyan bir vaqtni belgiladiki, uning oldida vojib bo'lmaydi va uningdan kichik tursa mukallaf, o'zrisiz gunohkor bo'ladi. Ma'ning o'zi muvaqqat bo'ladi. Uni boshqa Ramazonning ro'zasi, shu Ramazon oyi kirishdan ilgari vojib bo'lmaydi, undan keyin ado qilinmaydi. Va shuningdek shari shuni qilishga vaqt belgilagan har qanday vojibi muvaqqat bo'ladi. Vojib muvaqqatda bizdan talab qilindigini ish bo'ladi. Bizning talab qilindigini ishki. Ya'ni birisi shu ishning o'zi vojib, yana birisi shu ishning vaqti vojib. Ikkinchisi vojibi mutlaq. Vojib mutlaq degani vaqtdan xoli qolgan nima vojib. Uni anda vaqt qil, bunda vaqt qil deb belgilanmaklik. U o'simi shari qilishni keskin talab qilgan. Ama bunu ado qilishning muayyan vaqtini bizga muayyanlashib, xalqqa vaqt qilsang bo'ladi. Masalan, deyli, qasam ichib, qasamini buzgan odamga nisbatan vojib bo'lgan kafarat desa, buni bugun ata o'gin qil deb yo'q, qachon o'lguchi bir qitim qilsa bo'ladi masalan. Ma'ashni qilishninki muayyan vaqt yo'q. Agar qasamini buzg'uvchi buzgandan keyin bevosita kafarat bersa bo'ladi, shundan keyin kafarat bersa bo'ladi. Hajga o'xshash qodir odamga muayyan shaklda ado qilishning muayyan yilisi yo'q masalan. Ben qadir oldum, bir yıl qilsam bo'ladi, 2 yil qilsam bo'ladi masalan. Ammo aldirashning paslatligiga kelganligi haqida uning gapi yo'q, ammo vojibning masalasi. Andakin vojibi muvaqqat. Buning aloqa vojib ishkida do'q emasmi? Birisi ishning o'zi vojib, endi birisi vaqt vojibda do'q emasmi? Shu vojibi muvaqqatda mukallaf shu ishni o'z vaqtida kamil arkan shartlarini to'liqlab qilgan bo'lsa, bu vojibning shu vaqtda qilgan ado nima bo'ladi? Ado deb ataladi, shu vaqtni qilish. Ammo uni o'zining vaqtida kamil emas qilib, shu vaqtning ichida qayta o'qigan bo'lsa, buning ismi, buni shu vojibni qilganlik i'ada deb ataladi. Agar buni vaqtidan keyin qilgan bo'lsa, buni qilish qado deb ataladi. Bu aloqa fiqh kitoblaridagi ado, i'ada, qadoning ta'rifotlari mana shu. Bu bizga nisbatan bak muhim emas. Masalan, buning misoli bir odam pishinni o'z vaqtida kamil o'qigan bo'lsa, bu odamning namozi vojibni ado qilish deb ataladi. U odam uni vaqtida o'qibdi, tayammum bilan suv tepilmaganlik uchun, ondan keyin suv tepilib qolibdi, shu vaqt chiqib ketmasa, vaqtning ichida tahorat olib pishinni ikkinchi qitim qayta o'qigan bo'lsa, bu odamning namozi i'ada bo'ladi. Qanday odam pishinni o'z vaqtidan keyin qazo qilib o'qigan bo'lsa, bu odamning namozi qado. Ma atalg'ular fiqh kitoblarida mush bo'yicha tushunilsa bo'ladi. Bu faqat bizga fiqh kitoblarida gap qolsa, tushunilishi bilan berilayotgan tanbihatlar. Ondan keyin tamam. Biz hozir vojibi muvaqqat bilan vojibi g'ayri muvaqqat masalasini tugatib qo'yib, shuni munosabatlik masalaga kelsak, endi vojibi muvaqqat agar shari buning vaqt to'xtatgan vaqti ashunilla sig'dirib ashuni sig'dursa va uning g'ayrini sig'dursa, ashuning turidan. Masalan, bizga namozga pishinga desak, vaqt belgilab berdi. Pishinning vaqti bor. Masalan, hozirgi vaqtda biz ruxsat rayonida soat 11:50 dan tortib, 11:50 dan tortib 2:40 gacha bo'lgan vaqtda pishinning vaqti. Ma pishinning muvaqqat vaqti hamdi. Ammo pishin mushu vaqtga kichik kelib qoladi. Ya'ni yoki bunaq desak, vaqt pishinga cho'ng keladi. Jami vaqt bir 2 soat, 3 soat atrofida. Ammo pishinni eng oldirmay o'qigan odamga o'qishga 15 minut yoki 20 minut vaqt yetib eshib qoladi. Demak, ma vaqt shu vojibni sig'diradi ekan, vojibning jinsidan bo'lganligini shu xil pishinga o'xshash namozlarni, ya'ni boshqa namozlarni sig'diradi ekanki, pishimdan boshqa namoz o'qig'ili bo'ladi ekan bo'lsa, ma vaqtni biz muvassa deymiz. Muvassa. Ya'ni vojib, muaqqat muvassa. Amma yadalaqi istilga to'g'ri tortilmay qolibdi. Asli muvaqqatga tortilish kerak, doskadagi istilga. Eslingda bo'lsin, muvaqqat ya muvassa bo'ladi, ya'ni kengri demakchi. Shu vojibdan vaqt kengri. Agar shariy uningga belgilagan vaqtda uni sig'dirdi ekan, uning g'ayrini sig'damatga uning turidan. Shulab aran sig'di ekan bo'lsa, bunda vaqtni biz mudayyaq va mi'yor deb ataymiz. Mudayyaq. Eslingda bo'lsin. Ne eskartib qo'yay, doskada istilga
Matör gayri muvakkatga to'g'rilanib qopti, gayri muvaqqat emas. Siz muvaqqatga to'g'rilanish kerak. Avval qilsa, masalan, pishin namozining misoli, pishin namozining vaqti muvaqqat bo'lib, pishin ado qilishni sig'dirdi va boshqa namozning har qanday namoz ado qilishga pishimdan boshqa qilib qolgan namozlar qazo namozi bo'lib qolsa ado qilsa bo'laveradi. Nafl namoz o'qisa bo'ladi. Mukallaf pishimni shu vaqtning qaysi vaqt o'qisa bo'laveradi. Hatto soat 12 da pishim bo'lgan bo'lsa, azroq nafl namoz o'qib o'tib, pishim o'qay deb bir kecha nafl namoz o'qib o'tib pishim o'qisimi yajuz bo'laveradi. Chunki butun vaqt namozga nisbatan o'z vaqti hisoblanadi. Ikkinchisi misoli, mudoyaqning misoli Ramazon oyi bir oy. Bizga farz qilingan ro'zimi ham bir oy. Mushu bir oy ichida shu bir oylik ro'zni boshqa ro'z qilinmaydi. Bu mudoyaq bo'lib, faqat Ramazon oyini sig'dirdi. Agar bir mukallafdan birisi men qazo ro'zam batda tutib olay deb shu niyat qilib qancha shuna qilsa, endi buning ro'zi Ramazon oyi bo'laveradi, boshqa so'rmaydi. Xo'sh, agar shu vojibning vaqti bir tarafdan boshqasini sig'dirmaydi ekan, yana bir tarafdan sig'diradi ekan. Qarasa, bir tarafdan boshqasi sig'dirgandek. Yana bir tarafdan boshqasini qilolmaydigandek. Bunda bo'lib qolsa, bu vaqtni al-muvaqqat za shibhan yoki al-vaqt za shibhan. Shubhilik degani uningga o'xshaydigan, buningga o'xshaydigan vaqt. Masalan, haj desak, buning vaqti qaysi vaqt? Ashhurul haj bir necha haj vaqtidagi belgilangan bir necha oy vaqt. Hajdan boshqasini sig'dirolmaydi, qaysi tarafdan mukallaf, shulisi faqat bir hajlam qila oladi. Bu nuqtadan bu mudoyaq. Ammo undan boshqa ishlarni sig'dira oladi-ki, masalan, sig'dira oladi degani butun vaqtning ichida, shu oy ashhur ma'lumotning ichida hajdan boshqa hech qanday qila olmaydi bas. Haj faqat 4 kun yoki 5 kun, 6 masalan, shu belgilangan bir necha kun ichida 3 kun, oldidagi 2 kun, 5-6 kun bilan tugaydi butun ishlar. Ya'ni haj faoliyati butun oyning hammini o'ziga olmaydi. Necha kun? 5-6 kunni butunlay tugaydi-da haj. Ma'noqtidan vaqt kengri. Ashhur ma'lumot ashhur onun kengri kelib qoladi. Lekin bu kengri vaqtning ichida bir nom qilildi. Anogandan bir nom qilgan nuqtadan mudoyaq ikkinchi sifatmaydi. Ammo mush ish butun vaqtni egallab ketmaydi degan nuqtadan u muassa. Andoganda hajning vaqti ikkili tarafga qana qiladi, o'xshaydi. Baganda buning ismi zanimo shibhayn, zu shibhayn deb ataladi. Xo'sh, endi biz vojib muvaqqatni hisob 3 ga bo'lgan bo'ldik. Vojib muvaqqatni muassa, zu shibhayn, mudoyaq deb nim foydasi bor. Buning oxirgi ta'siri nima? Buni bo'lgandan keyin nima ta'sir ko'rsatadi deydigan bir savol tushsa, vojib muvaqqatni, vojib muassa vaqtuhu, vojib mudoyaq vaqtuhu, vojib vaqtuhu zu shibhayn deb 3 ga bo'ldik. Bu 3 ga taqsim qilishga agishib keladigan qo'shimcha mazmun tuandagidek. Bir necha mazmun mushayni taqsimlanib chiqadi. Diqqat. Birinchidan, vojib muassa vaqtuda mukallafga buni niyat bilan muayyanlashtirish kerak, o'z vaqtida ado qilish. Chunki vaqtning ichida boshqasini qildigan bo'lg'achqa qaysini qilish aniq emas. Shunga ko'ngilda men hozir peshin o'qiyapman deb o'qish kerak. Qanaqdir bir o'qiyat o'tirakat, ya peshin bo'lay unda bo'lmaydi. Cho'qim muassata vaqt kengri. Ma peshindan boshqa namoz o'qiladigan bo'lg'achqa, agar sening niyatingda qaysi namoz niyat qilsang, shu namoz shu yerda ado bo'ladi. Masalan, peshin o'qiyman desang, peshin bo'ladi, nafl o'qiyman desang, nafl bo'ladi, boshqa narsa o'qiyman desang, boshqa narsa bo'ladi. Shunga yerda qaysini o'qimoqchi bo'lsang, niyat ketadi. Chunki uni ta'yin bilan niyat qilmasa, bu muayyan bir vojibni ado qildi deb muayyanlashmaydi. Nimishqa vaqt ashuni sig'diradi, u vojibning g'ayrini sig'diradi masalan. Masalan, bir odam peshin vaqtida 4 rakat namoz o'qibdi. Bu 4 rakatdan shu kunlik peshinning vojibini ado qilish niyat qilgan bo'lsa, bu namoz uning ado bo'ladi. Agar shu 4 rakatdan shu kunlik peshinning vojibini ado qilish niyat qilmoqda bo'lsa, buning namozi unga nisbatan ado bo'lmaydi. Agar nafl niyat qilgan bo'lsa, namozi nafl bo'ldi masalan. Nima agishib chiqdi? Muassaning alohidligi ma'lum. Halaqa niyat degan shu muayyanlashtirish masalasi. Ammo cho'ng niyat, halaqa ibodat niyati u boshqa, innamal a'malu binniyat. Ammo bu yerdagi muassa masalasi ayrim masala. Vaqtuhu mudoyaq bo'lgan vojibga kelsak, buni mukallafga niyat bilan muayyanlashtirish, uni o'z vaqtida ado qilgan vaqtda vojib emas. Chunki oy 5ida mush oy Ramazon, men oyda ro'zman deblam ko'ngilga shunday keldimi? Ramazon oyini ro'z niyati bilan qabulladimi? Va har kuni atgandan kechgacha birlam ro'z tutildi. Bu bir.
Yani biz ayının 5'ida roza degan mutlaq niyatni qilib bo'lgandan keyin shu oyda Ramazonning rozasidan boshqa roza sig'maydi. Shunga niyat qilib o'ttamizmi? Masalan, Ramazon ayni deb mutlaq niyatni qiladi, innamal a'malu binniyat, ammo muayyanlashtirish bunda. Men Ramazon ayni tutaman deb muayyanlashtirmasmi, niyat qilmasmi bo'laveradi deydi. Chunki vaqt shu vojibga bir endiza bir o'lcham bo'lib, shu vojibning g'ayri shu vojibning turidan sig'maydi ma vaqtning ichiga. Unda bo'lganda mujarrad niyatlan. Mujarrad niyat degani men ro'z tutaman degan bir niyat qilaman. Buni niyat qilgan ishi vojib qilam qoida degani vojib qilanmag'di bas. Masalan, bir odam Ramazon oyining ichida mutlaq ro'z tutaman deb niyat qilgan bo'lsa, niyat bilan farz ro'zini muayyanlashtirmagan bo'lsa-mu, buning ro'zisi farz ro'ziga qaytaveradi. Agar bir odam naflni niyat qilgan bo'lsa, buning ro'zisi nafl bo'lmaydi, balki farz bo'laveradi. Chunki oy ash farz ro'zdan, vojib ro'zdan boshqasi sig'maydi. Chunki bu mudayyaq. Mavo yuqorqi biz vojib muvaqqatni muassa mudayyaq deb bo'lgandan chiqqan bir nima qo'shimcha tarmoq mazmun. Lekin zishbihayn bo'lgan vaqt bilan vaqtlangan vojib kelsak, zishbihayn muvaqqat vojibga kelsak, mukallaf niyatni mutlaq ishlatsa buningda. Masalan, bir yil haj qilaman deb niyat qilibdi. Unda mening hajjim, dadamning hajji yoki farz haj yoki nafl haj emas, haj qilaman deb niyat qilibdi bo'lsa, vojibga mengaveradi. Chunki zohir mukallafning ahvolidan chiqib turgan zohirisi aniqla nafl qilishdan ilgari vojib bo'lgan narsa bilan boshlaydi-ki, men taqbur haj qilmagan bo'lg'achqa aniq muayyan shaklda farzdan boshlayman. No'g'anda majatda bu zushbihayn mudayyaqqa o'xshaydi. Ammo bir odam haj qilmay turib naflni haj qilgan bo'lsa, ya'ni nafl bo'laveradi. Chunki u vaqt sig'diradigan narsani niyatini o'ch qashqaldiki, men o'zim haj qilmay turib dadamga bir haj qilay bir yil yoki nafl haj qilay degan bo'lsa, sig'diradi masalan. Ya'ni bu chunki u vaqt sig'diradigan va uning ahvolidan zohirga qarshi keladigan narsani bo'lgan niyatni oshkor etadi masalan. Bu majihatda mavaqit muvassaq o'xshaydi. Demak, shu hajning vaqti bir jihatdan mudayyaq, bir jihatdan muvassaq. Shuningga hajda bir nilam qilindi, lekin niyat qiladi. Muvassaqda niyat qiladi, boshqasini qilindi. Mudayyaqda muayyanlashtirib niyat qilmasin bo'ladi, faqat bir nilam qilindi. Mush nuqtalar muvassaq, mudayyaq yoki zushbihayn uchga bo'lishdan chiqqan nima tarqoq va bundan boshqa bu bir misol sifatida aytilindi. Nurg'un masalalarda shu muassa muvaqqat bo'lib, nurg'un tarmoq masalalar mishan shaxslanib chiqadi. Shu bu taqsimotninki bo'linishi, bunda qismlarga bo'linishi behudlik emas. Bu birisi. Undan keyin vojibni muvaqqat va vaqtdan xoli deb cho'ng jihatni ikkiga bo'lgan. Biz cho'ng jihatni ikkiga bo'lib oldik emas, bayatlarni muvaqqatni uchga bo'ldik. U yerning tafarruatlarini ko'rib o'tdik. Endi vojibning o'zini muvaqqat vaqtdan xoli deb ikkiga bo'lgan to'q mayadan chiqadigan shaxsiy mazmunlarning qatoridan birisi vojib muayyan vaqt, ya'ni vojib muvaqqat demakchi. Mukallaf uni kichik turish orqali vaqtidan o'zirsiz gunohkor. Undan ikki xil gunohkor bo'ladi. Birisi vojibga, endi birisi vaqtga. Agar o'qimasa qilmaganlikning gunohi, vaqtning gunohi. O'qibdi, vaqtdan kechib turgan bo'lsa, o'qigan gunoh bo'lsin, lekin vaqtning gunohi yo'q. Chunki vojib muvaqqat haqiqatda ikki vojib bo'lib, birisi shu vojibni o'zini qilish, yana birisi shu vojibni vaqtni o'zida qilish. Bir odam vojibni vaqtdan keyin qilib qolgan bo'lsa, ikki vojibning birini qilgan bo'lsa, u o'simi qilishni talab qilingan ish. Yana bir vojibni tashlagan bo'ladi, u o'simi shu vaqtida qilish. Unda bo'lganda ma vojibni o'zisiz tashlaganlik uchun gunohkor bo'ladi. Ma bir nuqta. Ammo vaqtdan mutlaq bo'lgan vojibning uni qilishning muayyan vaqti yo'q. Mukallaf uni fi ayyi vaqtin sha qilsa bo'ladi. Qanday vaqtda xolos qilsa bo'ladi? Har qanday vaqtda qilsa uning nisbatan nima yo'q? Gunoh yo'q uningda. Ma'vu shundan chiqadigan shaxsimiz shu bo'yicha qolganligini tatbiq qilsak bo'ladi. Tamam. Bu vojibning birinchi taqsimoti, ya'ni vaqt ado qilish vaqt nuqtasidan vojib, muvaqqat, g'ayri muvaqqat deb ikkiga bo'linadi. Muvaqqat muassa zushbihayn mudayyaq deb nechaga bo'linadi? 3 ga bo'linadi. Ma birinchi taqsimot tugadi. Ham ikkinchi taqsimotda shu vojib ado qilishga talab qilingan taraf nuqtasidan kimdan talab qilinadi shu vojib degan nuqtadan vojib ayni, vojib kifoi deb ikkiga bo'linadi. Vojib ayni agar uyg'urcha tarjima qilsak, shaxslarning vojib degan gap. Ya'ni bu vojib har bir shaxsning o'ziga belgilangan vojib bo'ladi. Kifoi degan gap ba'zilar qilib qo'ysa, ba'zilar kifoya qiladigan o'rtaq vojib. Buni chiqqan vaqtda bir jamiyatning vojibi, bir yurtning vojibi degandek vojib ham bu. Biz o'zimizning tildan tushunsak, ya'ni ma'lum kishilar qilib shu ish jamiyatda shakllansa, qolganlar gunohkor bo'lmaydigan masalan. Masalan, jamiyatga ba'zidan askar bo'ldi, ba'zidan doktor bo'ldi masalan. Bir jamiyatda doktorlikning bo'lishi vojib ish.
Masalan, çünkü hayatni qutqizish muhim. Bir jamiyatda askar bo'lishi vojib, chunki jamiyatni qo'g'dimi so'nmaydi. Ammo hammadan doktor bo'lishi, hammadan askar bo'lishi mumkin emas. Bir jamiyatda ulamo bo'lishi vojib, kishilar diniy jihatdan yetakchi, ammo hammadan ulamo bo'lib ketib bo'lmaydi. Unda qanaqa qilib desa, ba'zilar qilib shu bo'shliq to'ldirilsa, xolos mavojib ataladi, kifoya deb ataladi. Ammo har bir shaxsning o'ziga, Mehmetning o'zinikini qildigan, Samatning o'zinikini qildigan, Ahmadning o'zinikini qildigan, mana shu shakldagi vojibni bo'ladi, ayni bo'ladi. Avtor tushuntiryapti, vojibi ayni degan nima desa, shari buni qilishni mukallafning afrodlaridan har biridan talab qildi. Talab qilgan ish. Yana bir mukallafningki uni qilib qo'yishi, qiyam qilib qo'yishi la yujzi'u ki kifoya qilmaydi. Ya'ni bir mukallafningki uni qilib qo'yishi yana bir mukallafdan kifoya qilmaydi. Masalan, namoz, zakot, haj, va'daga vafo qilish, haroq qilmadan neri turish desa, sening namozingni o'qib qo'ydim, yo'q. Sening haroqingni men ishmidim, yo'q. Tunama, sen tunigan qilgan va'dangga men buga vafo qilib qo'ydim, yo'q. Har bir odam o'zining qilgan ishiga o'ziga. Ma vojibi ayni bo'ladi. Vojibi kifoya deganimiz shari uni qilishni mukallaflar umumiy to'pidan talab qilgan ish, ularning ichidagi har bir shaxsdan emas. Ya'ni, yani shu vojibni ba'zi mukallaflar ijro qilsa, vojibni ado qilgan bo'ladi. Günah haraj qilganlardan tushib ketadi. Lekin mukallaflarning af'ollarini har qanday bir shaxs buni qilmasa, hammasi mush vojibga sal qarag'anlik tufayli gunohkor bo'ladi. Masalan, amr bil ma'ruf, nahy anil munkar vojibi kifoya. Jamiyatda bir bilik da'vatchilar bo'ldi, xolos yetadi. Shu boshqum to'ldigan. Ammo bo'lmay qolib qolsa, hammadan jinoyatchi. As-salat alal mawt, yani janoza namozni o'qish. Bir o'lik cho'qim namozsiz qolmaslik kerak. Bir mayit namozsiz qolmaslik kerak. Buni kim o'qisa, birovlar o'qish kerak. Qilmagan taqdirda, o'qimagan taqdirda hammadan jinoyatkor. Shunga bunda bir rivoyatlarni anglaymiz. Imom Shofiy rahimahulloh har kuni kechda salatul g'iyobga namoz o'qiydi deb, bunda bir ish bor, janoza namozini g'iyoban o'qiydigan, g'iyoban namoz o'qiydi. Sabab zaminning ustida bir o'lik namozsiz qolib qolsa, jinoyatkor bo'lib qolmaydi debchi. Doktorxonalarni salash masalan, suvga g'arq bo'lib ketayotganlarni qutqizish, kuyayotgan o'tni o'chirish, tibobat masalan, kishilar muhtoj bo'lgan sanoatlar, qado, ifto, salomni qaytarish, guvohlik berish qatorli ishlar hammasi shu bir o'rin, shu bir jamiyat, shu bir to'p, shu bir rayon, shu bir davlatdan talab qilinadigan ish. Bu shakllanib shu bo'shliq to'ldirilsa, bas qolganlarning vazifasi tugaydi. Madam shu ishlar qilib qilib jamiyatdagi shu xil ehtiyoj qamdalmasa, shu xil bo'shliq to'ldirilmasa, hammasi jinoyatga. Mana ismi vojib nima kifoya. Biz odatda Hanafi mazhabida o'qash, bizning burundan tortib anglab kelayotgan istilohimiz bu jihatda farz kifoya deb anglaymiz emasmi? Shu. Mana ma vojibatlar shari uchun ummatni tepilishi vojib. Maydon qilgan odam kim bo'lsin? Kim qilsa bo'ladi? Qanaqdir shari uchun har bir shaxs yoki muayyan shaxs buni qilishga matlub emas. Muayyan amat sanatni o'zi tushmaydi. Kimning nima joyda ixtiro olib qolsa, shuni qilsa bo'ladi. Lekin hech kim qilmasa, hammasi jinoyatkor. Qanaqa qildan davo desa, qilishga boshqani haydakchilik qilish kerakda. Chunki maslahat shundan chiqqan asosiy maqsad shularning ba'zi mukallaflar bo'lishidan aminlashadi, qandaqdir har mukallaflarning uni qilishga qarashli qiladi. Shunga hammadan doktor bo'lsin bo'ladi, hammadan askar bo'lsin bo'ladi, hammadan ulamo bo'lib kelsin bo'ladi. Bir o'stangi birisi tushib ketib qolsa, kichik baldan birisi bir erektimlarga cho'kib ketayotgan bo'lsa, butun yurt mahallaga hammasini sakrab chiqib, tutqazib yo'q. Shu bir ishga ham chiqib qutqizasi bo'ladi, ishga qutqizilsa bo'ladi shu bala. Maqsad shu. Mana biz vojib kifoya, ya'ni nima bizning Uyg'ur tilimiz bo'yicha vaqtda o'pchi vojib degan gapchi, bu jamiyatning vojibi, shaxsning emas, jamiyatning vojibi. Ana o'ganda xulosalasak, fal vojibatul kifoya. Vojibi kifoya shundan talab qilingan talab ummatning umumisi. Yani bihasyana ummat umumisi bilan mushu vojibi kifoyani ado qilishga xizmat qilish kerak. Har bir odam o'zining qilaligini bo'yicha fal qodir o'zi qila oladiganlar, meli bilan qila oladiganlar shu vojib kifoyani ado qilishga u shuni qilish kerak. Uni ado qilishga o'zi qodirlanmaydiganlar, qodirlanganlarni qiziqtirib shuni ijro qilishga majbur bo'lish kerak. Vojib ado qilindi, gunoh hamalan o'chib ketdi. Vojib sal qaralsa, hamalan gunohkor bo'ladi. Qodir sal qarag'anlik uchun vojibni o'zi ado qilishga qodir bo'lgan vojib sal qarag'anlik uchun gunohkor. Qodirning g'ayri qodirni qiziqtirishga sal qarag'anligi, maqdur qila oladigan bir vojibni qilishga uni majburlashga sal qarag'anlik tufayli gunohkor.
Şuna bir adam musulmon bo'lgandan keyin gadinga bütün farz-i kifoyalarning hammasi tushadi. O'zi qilalaydiganni o'zi qilish kerak, qilolmaydiganni boshqalarga haydakchilik qilish kerak. Nima uchunki, men qilolmasam deb o'tirishning o'zi mas'uliyatsizlik, qiyomat kunida hammaning jazosini tortadi. Mana bu dal vojibni ado qilishdagi hamkorlikning taqozosi. Cho'qim qilalaydiganlar qilishi, qilolmaydiganlar hamdamda bo'lish kerak. Hamdamda bo'lish kerak. Agar bir jamoat boshqalardan yordam talab qilayotgan bir g'ariq, suv cho'kib ketayotgan birini ko'rsa, bularning ichida suv uzishni yaxshi biladigan, uni qutqizishga qodir bo'lganlar bor ekan. Va bularning ichida suv uzishni yaxshi bilmaydigan, qutqizishga qodir bo'lmaydiganlar bor. Anavi vojib nima desa, suv uzishni yaxshi biladiganlar. Ularning ba'zisi mushini qutqizishga tirishchilik ko'rsatilishi kerak. O'zligidan buningga oldirmasa, shu vojibni ado qilishga, boshqalar uni qiziqtirish, vojibni ado qilishga majburlash kerak. Vojib ado qilinib qutqizib olindi, fala isma ala ahad, hech kim gunoh yo'q. Vojib ado qilinmasa, hammasi jinoyatkor. Mana bu vojibi kifoyaniki umumiy taqozosi shu. Masalan, deyli, jamiyatimizda bir mujtahid az. Yo'q. Butun ummat jinoyatkor. Ummat qanday qilib mujtahidni birinchi qilish kerak. İqtidor valani yulab har tarafdan uninga haydakchilik qilib sen o'qi, sen oxirgacha o'qi. Mana biz bor deganda kala bir xil. Jamiyatda ma'lum bir kasb yo'q. Qanday qilib shu jamiyatni, shu kasbni o'zining ehtiyojini qonday qilib shakllantirish kerak. Ummat bir narsaga muhtoj bo'lib qolsin. Buni o'qishganlar masala. Masalan, men ondan keyin hammadan shuni haydakchilik qilib, hammadan shu ishni hahuda bir odamga muayyanlashib qo'ygandik. Masalan, deyli, bizning yurtda o'qigan odam yo'q. Masalan, dinda olim bo'lgan, yurt mahalladagilarni diniy jihat yetaklaydigan odam yo'q. Bir odam, bir o'quvchi shu mahaldan azroq o'qish talanti borligi bayqaldi. Mahalladagilarning hammasi mush bola o'qisin deb, shuningga yordam berib, hahuda haydakchilik qilib, keynidan yulab shu bolani o'qitqili muayyanlashtirgandan keyin shu o'qish shu bolaga nisbatan farz ayn g'aylanadi. Ya'ni vojib ayn g'aylanadi. Qolgan vazifasi tugagan bo'ladi, endiki mas'uliyat shu bolaga yuklanadi. Shu bola shu o'qishni oxiriga chiqarib boshqalar haydakchilik qilib tursa, hahu deb yordamdan qilib tursa, u bolaning o'qish yo'llarini ravonlashtirib tursa, shu bola o'qishi farzi ayn g'aylini aniq nisbatan abturdavotdi. Endi bir shaxs vojibi kifoyadan birini ado qilishga muayyanlashgan bo'lsa, bu vojib kifoya uningga qarata vojib ayni bo'ladi. Agar bu odam, ya'ni g'ariqdan birini yordam talab qilayotgan g'ariqdan birini so'zishni yaxshi biladigan bir odam kiribdi. Shu hozir hodisani faqat shulam ko'ralgan bu bir ahvol. Unda boshqa vaqtda shu biladigan qolgan so'zishni o'qimagan, shuni muayyan bo'ladi. Bir voqelikdan birini bir odam ko'rib, guvohlikka chaqirilibdi, boshqadan yo'q. Unda o'ganda mush muayyanlashib qolgan bo'ldi, farz ayn bo'ladi, uni nisbatan vojib ayni. Davlatda bir shaharda bir lam doktor bor ekan, bir jiddiy og'riqdan bir so'z mening charchab qoldim men deb o'zini tatib olishi qat'iy xato vaqtda qutqizishga shu muayyanlashgan bo'ladi. Demak, ma yuqoridagi vojib kifoyani ado qilishga muayyanlashgan ma odamlar bunga nisbatan vojib kifoya emas, bunga nisbatan farz ayn bo'ladi. Ya'ni muayyanlashib bo'lgandan keyin muayyanlashib bo'lgandan keyin farzdan bo'ladi, ayn g'aylanadi. Shu ular farz kifoya, men qilmasam boshqa qilish kerak deb sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Tamam. Ma'vo vojibning nechinchi taqsimoti, ikkinchi taqsimoti. Endi vojibning uchinchi taqsimotiga kelsak, vojib shu vojibdan talab qilingan miqdor nuqtasidan muhaddad va g'ayri muhaddad deb ikkiga bo'linadi. Ya'ni muhaddad va g'ayri muhaddad. Ya'ni cheklangan yoki cheksiz. G'ayri muhaddad degan cheksiz. Buni uzlam chiqib turadi bizim tushunimiz. Faqat misol orqali ham muayyanlashtirib olsak bo'ladi. Vojib muhaddad deganimiz bu vojibni shari muayyan bir miqdorni belgilagan. Ya'ni mukallafning zimmasi shu vojibdan faqat shari belgilagan haliqi miqdorini ado qilgan vaqtlar bo'la oladi. Masalan, deyli, 5 namoz desak, 5 namozning muayyan bir cheki bor. Bomdod, peshin, asr, shom, xubdan. Har birisining rakat soni bor, har birisining vaqti bor, muayyan belgilab etilgan cheki bor. Zakat desak, zakat deganning har pul molninki turining o'xshamasiga qarab turib, uningki belgilangan nimasi bor, uningki cheki bor. Ma'ning manchi persen, aning manchida bir debchu. Iqtisodiy qarzlar, ya'ni boshqalarning 1000 so'm qarz bo'lib qolsa, menga belgilangan miqdor oshdi. Mana hammasi muhaddad. Demak, yuqorqi 5 namozdan bo'lgan har bir farz shu farz bilan mukallafning zimmasi mashg'ul degani gadanda qilib qoladi, hatto uning rakat soni bilan arkonlar bilan shart ado qilingan qadar. Har moldagi vojib bo'lgan zakat shu zakat bilan mukallafning zimmasi mashg'ul degani gadanda bor. Hattoki o'z joyiga miqdoran ado qilinganga qadar. Shuningdek, setuvag'uchning pulisi, ijara kashning nimasi haqqi,
ve ma'lum miqdarda muayyan hudud bilan ma'lum bo'lgan miqdarda vojib bo'lgan har qanday vojibning hammasi shu xil shaklda vojib bo'ladi. Aynen belgilangan bo'yicha qilmasa ado olmaydi. Bir odam muayyan bir mablag' bilan i'ona qilishni nazar qilibdi, bir xayriyat planda birga, masalan, falon ishga bunda bir yaxshi bo'lyapti, masalan, 1000 so'm i'ona qildim deb nazar qilgan bo'lsa, gadinga nazar vojib bo'ladi. Bu yerdagi vojib, ya'ni gadinga nazarlar vojib bo'lgan vojib muhaddadga 1000 so'm 999 so'm bersa ado olmaydi degan gap. Ma'o muhaddad. Endi g'ayri muhaddad degan nima desa, bu bir vojib, umumizlik vojib. Bu osumuz şari onun miqdarini muayyanlashtirmagan. Belki onu mükelleftin cheklimisiz talab qilgan. Masalan, deydi Qur'oni Karimda va mimma razaqnahum yunfiqun o'xshash, anfiqu mimma razaqakumulloh o'xshash. Infoq masalasida chiqim qilishni talab qilgan. Anoganda bu yerda bir vojib borki chiqim qilish. Musulmon o'zining normal iqtisodidan boshqalarga, xayriyat yo'llariga, yaxshilik yo'llariga xajlish kerak. Ma vojib. Lekin bu yerda onchilik xajla, manchilik xajla belgilanmadi. Xajlalam dedi. Ma o g'ayri muhaddad. Bu yerda 1 so'm xajlisimi hisob, 10 so'm xajlisimi hisob, 100 so'm, million xajlisimi hisob. Yaxshilik yordam beradi dedi Qur'onda. 1 kun yordam bersimi hisob. Bir odam yordam bersimi hisob. Uning cheki yo'q. Qudrating yetkincha. Mana anda buni yordam. Kambag'allar sadaqat qilish to'g'riliq nurg'un nimalar va belgilimlar va masalan nazr vojib, nazrdan vojib bo'lsa, buning cheki yo'qmi? Kambag'allarga yordam qilmaydigan bo'lsa, cheki yo'q buning masalan. Oshlarga tamoq qurish masalan, qiyinchilik qilib qolganlarga yordam berish, undan boshqa shari muayyan belgilangan vojiblar bor. Chunki maqsad ehtiyojni qamdash. Hojat uni bilan qamdilgan miqdor ahvolning hojatning o'xshamasligi, muhtojlarning o'xshamasligi, ahvolning o'xshamasligi. Shu yerda muayyan shaklda manchi bo'lgan digilolmaydi. Ehtiyoj qancha ko'p qolsa shunchalik bo'ladi. Ma'noning cheki yo'q. Mana biz g'ayri muhaddad deymiz. Xo'sh, endi vojibimiz yuqorida ikkiga bo'ldik. Vojib muhaddad, vojib g'ayri muhaddad deb nima ahamiyati bor buni? Nima natija chiqadi oxirisida desa, mimma yatafarra ala hada at-taqsim. Mushuna taqsim qilgandan keyin bo'lganning oxiridagi chaqchilib chiqadigan mazmun vojib muhaddad gadanda daynul vojib bo'ladigan qilmasang gadingda qap qoladi. Uni bilan sot qilish, sotqa arz sunish yajuz. Masalan, bayat misolga biz muhaddatning misolida boshqalarning qarz 1000 so'm dedi, shundaymi? Men uni bermadim. Meni ustimda arz qilsa bo'ladi. Zakotimdan belgilangan miqdorni bermadim. Kim so'roq tortilsam bo'ladi men. Bermaysa deb ma'nochi. Ammo g'ayri vojib, g'ayri muhaddad zimmada gadanda qarz vojib bo'lmaydi. Uni muqozat qilish, sot qilib so'roq qilish to'g'ri emas. Qilsa vojibni qilgan bo'ladi, qilmasa qilmagan bo'ladi. Az qilsa az qildim degan olmaydi, ko'p qilsa ko'p qildim degan olmaydi. Chunki zimma muayyan ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, muqozzat degan cho'qim muayyan ish bilan bo'ladi. Shu tip mushu. Masalan, andog'anda masalan, o'lmoning o'tirida menda bir misol bor. Kishining ayol kishiga qiladigan chiqimi oilada ba'zilar muhaddad deb qaraydi, ba'zilar g'ayri muhaddad deb qaraydi. Masalan, men ikki farqlaniladi. Muhaddad deganlarning qarashi bo'yicha, kishi manchinchi oylik chiqimni shu uyga sarf qilmasa, kishining gadinda qolib qoladi. Keyin ayol kishi buni sotqa azqi bilan yoki bo'lmasa surishtiq bilan asib bo'ladi. G'ayri muhaddad deb qaraganlarning ko'z qarashida o'tib ketgani hisoblanmaydi. Masalan, kishi chiqim qilmay o'tib ketib qoldi, o'tgan oylik chiqimni deb surishtiq. Shunda o'tib shunlashqa qanday odam ayol kishining nafaqati kishining ustiga vojib. Ayol kishining ustiga vojib bo'lgan nafaqati, tuqqanning ustidagi vojib bo'lgan nafaqati, vojib g'ayri muhaddad, chunki uning miqdori bilinmaydi deb qaragan odam oxirgi yakunda nima deb yakun chiqaradi desa, deydiki, erning zimmasi, tuqqanning zimmasi g'ayri mashg'ul. Uning gardiga muayyan shaklda bir narsa chekilmaydi. Qadodan yoki rizodan ilgirdigini agar sotqi tushib, sen ayolingni 6 oy tashlatibsa, yoki tuqqaningni 6 oy tashlatibsa, bu bo'lmaydi bu deb sotchi muayyanlashtirgandan keyin andagi muhaddatga aylanadi deydi. Ayol kishining normal chiqimiga 1000 so'm kiradi oyda, yoki manchi pul kiradi. Sen 6 oylik narsa shuni deb sot shunda qara chiqargandan keyin andagi muhaddat. Undan ilgari muhaddat emas. Yoki rozi bo'lsa, oldingi 6 oyda men tashlab etdingiz, bir 500 ko'ydin pulni bering, men o'rnini to'liq olay desa, hisob shu muhaddatga aylanadi. Demak, rizolish bo'lgandan keyin muhaddatga aylanadi, qadodan keyin muhaddat, ammo rizo qadodan ilgari muayyan shaklda mana nima pul digilolmaydi kimning nazarida desa, nafaqat g'ayri muhaddat deganlarning nazarida.
Anoğan keyin erning yoki tuqqandan keyin uni talab qilish huquqi faqat qadodan keyin, sotdan keyin yoki rizodan keyin bo'ladi. Ashu vojibga hukm qilsa yoki ishlar rozi bo'lsa shu miqdorga ondan keyin vojibning miqdori qado rizo bilan muhaddatlashadi. Shu vaqtda talab qilish to'g'ri bo'ladi. Ammo bu vojibi muqaddarning qatoridan er kishining ahvoli yoki yaqinga yetarlik masalan mazla erining ayoli qilgan chiqim muhaddad. Adati shu bir jamiyatda bir oyda bir oilaga shu umumiy qimiz olmaydigan chiqimlardan masalan 1000 so'm kirdi. Yoki ma tuqqanning oyligiga mancha bo'lib ketdi deb mushu urfining qaraydilar muayyanlashtiradiganlarning nazarida bular deydi-ki, mushta deb qaraydigan odam deydi-ki, ma ikkisi erning ayoli ustidagi mas'uliyati, nafaqat mas'uliyati, tuqqanning tuqqansiga nafaqat mas'uliyati vojib muhaddad zimmada mutalaba buni talab qilish to'g'ri bo'laveradi. Mesela ma'lum muddatdan qadodan ilgari rizodan. Chunki qado faqat vojibning miqdorini oshkorlaydi, belgilamaydi. Belgilama normal burunqi urfning qoidasi yoki shu jamiyatda hukm surayotgan qoida bo'yicha bo'ladi deb mundaq qaraydi. Demak, muhaddad bo'lib qolsa surishti qilib bo'ladi. G'ayri muhaddad bo'lib qolsa surishti qilma. Shu farq chiqadi ikkisini ayirishdan keyin. Tamam. Endi vojibning 4-chi taqsimoti vojib muayyan, muxayyar deb ishga. Muayyan degani sening qiladigan ishing ma'vo. Bizga quluqdan tutib akab turadi vojibni. Muxayyar degani 3 tane tanlashing va ma'ni qilsang bo'ladi, ma'ni qilsang bo'ladi, ma'ni qilsang bo'ladi degan vojib bor. Bu ikkiga bo'linadi. Bu oddiy endi. Shunga tizroq ma'lumot emas. Vojibi muayyan degan nima desa, shari uning ayni bilan talab qilgan namoz, uning aniq bir o'rni va siyam aniq bir o'rni va sotilgan malning puli aniq o'rni va ijorakashning ish haqqi, bo'lingan malni qaytarish mukallafning zimmasiga aynısini ado qilish bilan ado bo'ladi. Tamam. Muxayyar degan nima desa, shari muayyan bir nechta turli ishning birini talab qilgan bo'lsa, ma muxayyar bo'ladi. Masalan deyli, kafaratlarningki 3 turining biriga, 3 xislat degan 3 turining biriga o'xshash. Nurg'un kafaratlar va qasamning kafarati, zaharning kafarati bunda shari ma'ni qilsang bo'ladi deb belgilagan ahvollar va bunda yerda ana hamma emas. Birini qaysi qilsa bo'ladi, buni muxayyar deymiz. Masalan, Alloh o'zining qasmini buzgan odamni 10 miskinga tomoq berishni vojib qildi, yoki ularga kiyim-kechak ko'rishni, yoki qulazot qilishni, 3 ishni vojib qildi. Qaysi qilsang bo'ladi deb. Unda o'g'anda vojib 3 ishdan qaysi birisini qilish vojib bo'laveradi. Ixtiyor tanlash mukallafga bo'ladi. Qilish bilan birini xoslashtirish qaysini qilish uchun tanlagan bo'ladi. Zimmasi vojibdan qaysi birisini qilsa ado bo'laveradi. Demak, mashqning farqi shu. Endi bugungi darsimiz asosliqi vojibni tunishtirgandan boshqa vojibning taqsimoti o'g'achqa, vojibning taqsimoti bizga nisbatan haddan ziyod notunishga bo'lmag'achqa, shunga tezroq deyilindi. Chunki mazmun baq qiyin emas. İnşallah kelasi soatlik darsimizda mandubdan boshlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.